Assalomu alaykum. Hurmatli Nodirbek. Nodir aka YouTube kanalining obunachilari, hurmatli obunachilar. Hafta kuni bilan chorshanba Qashqadaryo viloyati Chiroqchi mashina bozori. Akalar 15-iyul cheslamiz. Ko'ringlar hurmatli obunachilar, Chiroqchi mashina bozorida bitta like'larni bosib, obuna tugmachasini bosib, podeshkada bo'lib turinglar. Eng yaxshi kontentlarimiz bizda bo'ladi. Do'stlar, keling qani. Assalomu alaykum. Nodir aka kanalida Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Tanijonlar sog'mi? Charchab qolmayapsizlarmi? Mana bugun 15-iyul 2026-yil Qashqadaryo Chiroqchi mol bozorida, moshin bozoridamiz. Xudo xolasa. Tepalar mol bozorlaridan chiqdi. Mol bozor. Hozir chillasida issiqlardan charchamayapsiz Nodir aka? Rahmat. Like'larni bosyaptimi? Like'larni bosyapti. Elda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz, nasib bo'lsa. Malades. Xudo xolasa mana o'zimizning mashinamizdan chiqizganmiz. Olib keling motorlarni. Lizba kamaytirmaydi motorlar mana. Metamda harakatlanganlar motor holati. Mana yangi akkumulyatorlarda xudo xolasa. Bittagina fitnasi bor, boshqa joyda yo'q. Xudo xolasa. Kelaverasizlar, mana biz Nodir aka kanaldan deb chiqsalaringiz kelishtirib beramiz. Qanday narxi 38 million. 38 million so'm. Sizda generalni ham chiqaveradimi? General umr voqea chiqadi. Umr voqea chiqadi generalni ham. O'zimizning yigitlar mana shohbozlarning, ulug'larning mashina. Kelaverasiz. Yinchi uradi. Sizda Xudo xolasa ishingizga omad. Rahmatlaringizga hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Like'larni bosib qo'yinglar Nodir aka kanaliga. Yaxshi yangiliklar chiqarib. Rahmat, sizda charchamang, bozoringiz bersin. Sizda telefon raqamingizni aytib qo'yganim. 88 700 0104. Rahmat, bozoringiz bersin. Qo'yib qo'yiraylik uni ham aka. Nechinchi yil ekan bu? 2009-yilda ishlab chiqarilgan Chista Sonis motorda. Ko'ringlar hurmatli obunachilar. Aka, qayerda mashinasi bu? Shahrsabz shaharda mashinasi. Motor hadovoylari, kraskalari qanday aka? Motorli, kraska yo'q. Motorlar ochilmagan. Qancha yurgan dedingiz? 124. 120 ming yurgan, ko'raverasizlar hurmatli obunachilar. Aka, kraskasi top-toza dedingiz, ha? Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olasiz. Ustalaringni olib tekshirtirib olaverasizlar. Aka, bu narxi nech pul deyapsiz? 50 million. 50 million deyapsiz. Bozor so'radimi, so'ramadimi? Endi so'rayapti, har xil. Qancha so'rayapti bozor? 45 ga so'rayapti, 40 ham so'radi, har xil. 45. Aka, qanday variantlarga sotasiz buni? Naqdda sotamiz. Bir 5 million yetmay qolsa, bir oycha kutib turaverasizmi? Yo'q, faqat naqdga sotaman deyapti. Ko'ringlar hurmatli obunachilar, mana balonlar holati. O'rtacha holatda. Mashina orqa tomondan turgan holati 2009 narxlardan kraskasi top-toza deyapti. Orqalari zapaskadan ko'ra balon qo'sh, to'rtta kalpoklari bilan qo'yib qo'yilgan. Mashinaning turgan holati. Nech pul ekan? Aka, buni oxirgisi nech pul bo'lsa berasiz? Kelishtirib ayting obunachilar, nasib bo'lsa telefon qilishadi. Xudo xolasa. Beramiz, 45 dan usta beramiz. 45 dan usta beraverasiz. Generalni ham chiqaveradi. Generalni ham chiqaveradi. 45 dan usta berib yuboraman deyapti. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 88 lik 82 96 66 akamizga telefon savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin aka. Hurmatli obunachilar, bitta like'larni bosib qo'yingizlar. Biz qo'limizdan kelgancha kraskasi top-toza, narxi arzonlardan sizlarga mashinani taqdim etamiz, videosini ko'ringlar. Akalar. Assalomu alaykum. Aka, bo'lmisiz? Yaxshimisiz? Bo'ldi aka, qo'yib qo'yaveramiz. Bo'ldi, ko'chaga chiqqandan keyin qo'yib qo'yaveramiz aka. Jenter kimdan ekan aka bu? Aka, qo'yib qo'yaveraylikmi YouTube'ga reklamaga? Nech pul deyapsiz? 82. Nechinchi yil? 2018 82 million deyapmiz deyapti. Aka, lasitlardan so'ragan obunachilarimiz ko'ringlar, 1.6lardan. Aka, assalomu alaykum. Aka, reklamaga qo'yib qo'yaveraylikmi? Aka, obunachilarimiz kommentariyaga fikr yozyapti. Aka, 1.6, 1.8 lasitlardan chiqaring, Chiroqchi mashina bozoridan, dehqonlar ko'p deb turib fikr yozyapti aka. Nasib bo'lsa, video davomida ko'radi.
telefonlashib, aloqalashib bemalol sotaverasizlar. Ko'ringlar hurmatli obunachilar, Lacetti so'ragan obunachilarimizga mana Lacettilarda oppoq rangdagi. Aka nechinchi yil ekan bu? 2011 16 avtomat. Kraskalari qayerda bor? Chaqa bor. 2011 16 avtomat korobka Lacetti. Ko'ringlar hurmatli obunachilar, mana Lacettilardan motorli holati. Motorli holati. Taniq holatda turibdi. Akkumulyatorlari yangi. Kraskasi chaqa joylarda bor deyapti. Turgan holati. Balonlar holati mana o'rtacha holatda. Bu tomondan turgan holati. Ko'ringlar hurmatli obunachilar. Endi xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz, patishkada bo'lib turingizlar. Aka, necha ming yurgan bu? Yangi motor qo'yilgan 20 ming yurgan yangi motordan keyin. Ha, 1.8 bo'lgan, 1.6 avtomat qo'yilgan. Motor korobkasi bilan 1.6 avtomat qilib chiqarib qo'yilgan deyapti. Aka, narxi necha pul deyapsiz buni? Hamma dokumentlari bo'lgan. Dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Hamma dokumentlari bo'lgan, dokumentlardan muammo bo'lmaydi deyapti. Qayerda mashinasi aka? Yakkabog'da mashinasi. Aka, buni bozor necha pul qildi buni? 50 million. Generalni ham chiqaveradi. Generalni ham chiqaveradi. 50 millionga bermadim deyapti. Biror narsa qo'shsa sotaverasiz. Biror narsa qo'shsa sotaveraman deyapti. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 90lik 289 65 85. Aka, rahmat, charchamang, bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, akalar, Chiroqchi mashina bozoridan mashinalar kirib kelyapti. Endi kirib kelyapti. Biz ertachiroq kelganmiz. Salqinroqda ishlaylik deb turib, mashinalar endi kirib kelyapti. Ko'ringlar. Lacettilardan ko'raylikchi. 2010, 2011, 2012 ana shunday Lacettilar chiqib kelyapti. Aka, Lacetti kimdan ekan, sizdanmi? Sizdan. Aka, reklamaga qo'yib qo'yaylik. Obunachilarimiz kommentariyaga fikr yozishyapti. Aka, Lacettidan chiqaring. Lacetti juda yaxshi, zo'r. Bitta bitnochalar bor, nimasi yo'q. Qayerda mashinasi? Sharsabz. Sharsab shaharda mashinasi, ha? Sharsab shaharda mashinasi. Ma'lumotlarni yana boshqatdan bitta aytingchi aka. 2008 yili 187 ming yurgan. Hamma narsasi bor. No'g'richalar qilingan. Motor 2 mulli bo'lgani, soat ishlab turadi. Motor 1.8, ha? Ha, kondisionerlargacha ishlaydi. Balon yangi. Balon. Polik, pul, hamma narsasi bor. Aka, mexanika, ha, Mexanika 100 talik baloni bor. 100 talik baloni bor, mexanik korobka. Balonlariga qarang. Sakadiskachalar qo'yilgan, 4 ta pachka balon qo'yilgan, motorlar holati qo'yilgan. Olmuş bir so'rayam, savdosi. Aka, buni kraskalari qanday buning? Kraska shu bir ikkita pitnochalar bor. Unda nima yo'q. Oldi orqa butun, strashni udari yo'q. Yo'q, ular. Oldi orqa butun, strashni udari yo'q deyapti. Kraskasi bu yoqda pitnochalari bor deyapti. Bu tomondan turgan holati mashinaning orqalari mana ko'ringlar. Zapaskadan qo'yib bo'ronko'sh, hammasi joy-joyida. Aka, buni narxi nech pul deyapsiz? Qanday variantlarga sotasiz buni? Variantga yo'q, 65 deyapmiz, o'tib beramiz. Savdosi kelishtirib. Nech pulga bermadingiz bozorga? 53, 54 ham so'rashdi, bermadi. 1-2 so'm qo'shsa beraveramiz. 1-2 so'm qo'shsa, 50 gacha 54 ga biror narsa qo'shsa beraverasiz. Ko'ringlar hurmatli obunachilar, mana arzonlardan Lacetti'ni 50 gacha 54 larga generalni ham chiqaveradi. Chiqadi Generalni ham chiqaveradi deyapti. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 77lik 177 50 50 Akamizni telefon savdolashib olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa videomizni boshlab oldik. Bugun Chiroqchi mashina bozorida dehqonlar ko'p chiqqan. Sizga patishkada bo'lib tursalaringiz, nasib bo'lsa biz yaxshi mashinalardan sizlarga chiqarib o'taveramiz. Assalomu alaykum. Aka, reklamaga qo'yib qo'yaylikmi? Nomer tushirmaymiz-da.
nomer chiqib qoladi, qo'ymaymiz deyapti. Mayli. Buni majburlash yo'q. Egasi ruxsat berganlardan. Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz, yaxshimisiz? Lasetti kimdan ekan? Bizdan. Aka, Lasetti so'ragan obunachilarimiz ko'p. Nasib bo'lsa telefon qilishadi, sotiladi, pulini arzonroq kelishtirib aytsangiz, kommentariyaga yozyapti aka. Lasettilardan chiqaring aka. Lasetti juda zo'r mashina ekan, myaxka deb turib. Ma'lumotlarni bersangiz, qanday ma'lumotlari bor? Mashina 2010-yil oldi orqa pechat, 3 ta kraskasi bor. Urilib yo qisilib bo'lmagan mashina. Petnachalar desa ham bo'ladi, kraskacha desa ham bo'ladi. Petnachalar. Konditsioner ishlaydi. Abiz bor, ikkinchi pozitsiya bor. Shehol polik hammasi bor. 1.8 motorlar cho'tka ishlaydi. Hadoy motor korobkaga javob. Mexanika? Mexanika. Metan. Avtol yemaydi. Avtol yemaydi deyapti. Mashinaga garantiya, hamma xarajatlari qilingan. Olasizlar, minasizlar, qo'yinglar, hurmatli. Balonlar holati, pachka 4 ta balon qo'yilgan. Egalari ma'lumotlarni berib o'tdi. Yana ham telefon raqamini qoldiramiz. Telefonlashib qolgan ma'lumotlarni ham olaverasizlar. Akalar, mana bu tomondan turgan holati. Orqalari, zapaskadan kirgan ko'rish, hammasi joy-joyida. Salonlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Salonlar holati. Polik chexol qilingan, mashina tayyor holatda. Aka, necha ming yurgan dedingiz? Mana 189 ming. Bu avtoligim 185 ming shunday edi. 185 ming kilometr yurgan. Buni necha pul deyapsiz buni? 55 million. 55 million. Generalni ham chiqaveradi. General chiqmaydi, oldi sotib chiqar. Oldi sotib bo'ladi, oldi sotib olasizlar, generalni. Oldi sot naqd pulga oldi sotiga 50 million beraman. Variantga bo'lsa generalni chiqadi. O'zimning nomimga nomer olaman. 20 million pulga chiqadi. Shunday. Keyin generalni onlayn beraman, pulni qitilgandan keyin generalni beraman. Bo'ldi, mana ko'ring. Ikkita yo'li bor mashina. Ma'lumotlarni berib o'tdi. Aka, bu variantlarga ham sotaverasizmi buni? Sotaman. Nech puli bo'lsa, 20 million 2000 dollar puli bo'lsa bo'ldi. 2000 dollar puli bo'lsa, sizga telefon qilsa ishi bitaveradi. Bitaveradi. Ko'ringlar, hurmatli obunachilar. 2000 dollar, 20 million pullaring bo'lsa, akamizga telefon qilsalaring, mana shunday lasetlardan olib bemalol minib yurishlaring. Mashina shunda haydab ko'radi, mashina tiq etmaydi. O shag'il-paqil bunday mashina haydab ko'rib pulni beradi. Haydab ko'rib pulni beradi. Yo'qmasa bor, zaklatini qaytib ham beraman. Mashina shunchalik ishonchli. 150, 160 haydamaydimi? Menga farqi yo'q. Farqi yo'q. 200 haydamaydimi? Farqi yo'q. Topgancha haydamaydimi? Ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Akamiz juda yaxshi ma'lumot berdi. Men ham qiziqib qoldim, Lasetti olsammikan deb turib. Aka, telefon raqamingizni ayting. 88lik 88lik 600 86. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Aka, rahmat, charchamang, bozoringiz bersin. Lasettilar o'zi kamroq, bitta ikkita chiqqan Lasettilardan, endi Cobotlardan, Gentralardan Epika so'ragan obunachilarimiz bor. Akalar, Epika chiqmagan chiroqchi mashina bozoriga. Epika chiqqanda Epikani ham ko'rsatardik. Akalar. Assalomu alaykum. Aka, reklamaga qo'yib qo'yardik. Nechinchi yil ekan? 17, necha pul deyapsiz? 90? 2017 90 million deyapti ekan. Egasi ruxsat berganlardan qo'yaveramiz akalar. U majburlash yo'q. Assalomu alaykum. Gentra kimdan ekan bu aka? Aka, reklamaga qo'yaveraylikmi? Yo'q deyapti. Savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Aka, qo'yaveraylikmi reklamaga? Ya'ni YouTube ga reklamaga qo'yaveraylikmi? Nechinchi yil ekan? 2015 yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Gentra mashinasi. Ko'ringlar, hurmatli obunachilar, motorlar holati. Bu tomondan turgan holati. Bu tomondan ham turgan holati. 4 ta balonlar o'rtacha holatda, kalpakchalar qo'yilgan. Salonlar holati. Qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Polik chexol qilingan, mashina tayyor holatda. Aka, necha ming yurgan bu? 3,5 kirib yurgan, ha? 3,5 kirib yurgan. Buni aka kraskalari qanday buni?
Eskilar bor. Chaqachqa. Aka, tirikchilikdanmi, dehqonchilikmi sizga? Degan o'zimniki. O'zingiz nomingizdan. Generalni ham chiqaveradi. To'g'ri. Necha pul deyapsiz buni? 80 million deyapsiz. Necha pul so'radi bozor? 70 ga bor. 70 ga borda. 70 millionga bermadingiz. Obunachilarimiz telefon qilib turib so'rasa, aka 70 millionga bir narsa qo'shaman desa, sotaverasizmi? Beramiz. Beraverasiz. Telefon raqamingizni ayting. 91lik 91lik 468 468 37 48. 37 48. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. 70 million qildi, bermadim. Biror narsa qo'shsa sotaman, generalni ham chiqaveradi deyapti. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'sh, aka sizdanmi? Reklamaga qo'yib qo'yaylikmi? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Ko'ringlar, Cobalt mashinasi. Aka, nechanchi yil ekan? 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Ma'lumotlarni bitta berib o'tingchi. Rabiga 35 ming. Kraskasida bor detalda yengil. Yengil petnachalari bor. Yengilgina petnachalari bor. Kraskasi bu yog'ida deyapti. Ko'ringlar. Necha ming yurgan aka? 35 ming. 35 ming kilometr yurgan. Yurgan yo'q, yangi o'zi pashta yurgan. Balonlar holatini ko'ringlar. O'rtacha holatda, salonlar holati, avtomat korobka, polik qilingan, chexol qilib yuboraverasizlar o'zlaring. Bu tomondan turgan holati. Orqalar, zapaska damkar balon qurish hammasi joyi-joyida. Bu tomondan turgan holati. Aka, buni narxi necha pul deyapsiz? Bozor necha pul qildi? Hozir 115 gacha bor. 115 gacha. 115 millionga bermadingizmi? Bir narsa qo'shsa sotasizmi? Kelishadi. Bir narsa qo'shsa sotamiz deyapti. Variantlarga ham chiqaveradimi? Maqbulga sotaman. Hozirroq bir 5-10 million yetmay qolsa 1 oygacha yoki 15 kungacha kutib turaverasiz. Generalni ham chiqaveradi. Endi chiqmaydi. Endi chiqmaydimi? Afar million qilib oladi. Afar million qilib olasizlar, generalni chiqmaydi deyapti. Telefon raqamingizni ayting aka. 94lik 94lik 526 10 526 1000 akamizga telefon savdolashib olaverasiz. Hurmatli obunachilar, akalar. Qo'limizdan kelgancha egalardan ma'lumot olishga harakat qilamiz. Endi egalari ma'lumot bermasa, biz majburlab ola olmaymiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunaverasizlar. Assalomu alaykum. Kimdan ekan bu Cobalt? Sizdan aka. Nech pul deyapsiz? 75 debdi. 75. Nechinchi yil? 14. 2014 75 million deyapti ekan, ko'ring. Hurmatli obunachilar. Kraskalari qayerda bor ekan? 20% bor aka mayda-chuyda eshikda, 20%. Mana shu tomonda. Mana bu yerda bor. Ana shu yerlarda bor deyapti balonlar holati. O'rtacha holatda 70% cha balonlari yaxshi. Tomondan turgan holati. Bu tomondan turgan holati. Ko'ringlar. Orqalari. Qozonlar shumka qilingan, zapaskadan ko'p balon qilish hammasi joy-joyida. 14. Aka, bozor nech pul qilyapti? Hozir 65 gacha chiqdi. 65 gacha. Generalni ham chiqaveradimi? Hamma bola chiqadi. 65 millionga Faqat bozor. shartlariga ko'nsa bu. Shartlariga ko'nsa bo'ladi. Bizga bal kelmasin. Yo, sizga bal kelmaydi, unga o'tkazib qo'yaverasiz nimasini. Shunisini to'g'rilab olsa chiqarib beramiz. Shunisini to'g'rilab olsa chiqarib beramiz. Shartlariga ko'nsa chiqarib beraveramiz deyapti. 65 millionga bermayapsizmi aka hozir? Ha, 65 ga yo'q. 65 ga yo'q deyapti. 200 yerdida 200 kilometr yurgan. Balamizni ishladi. 90 ta. Metan gazlari bor. Takalari ko'p takalari. Savdo qilishyapti, nima qilishyapti? Ko'p ma'lumot ham. Birorta ishlamaydigan datchik yo'q. Mobilmi bu? Mobil. Yo'q. Aka buni nech pul bo'lsa berasiz? Ana obunachilar video chiqaramiz biz YouTube'ga, nasib bo'lsa telefon qilishadi, telefon raqamingiz. 70 dan oshibdi. 70 dan oshib berasizmi? 70 dan oshib. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 20% bor endi har joyda. 99lik. 99lik 175 175 98 75. 98 75. Akamizga telefon savdolashib olaverasiz akalar. Odam ko'p, savdolashyapti. Bozor endi boshlanyapti, bozorni. Mashinalar kirib kelyapti, endi boshlanyapti. Aka, Cobalt sizdanmikan? YouTube'ga qo'yib qo'yaylikmi?
Kimdan ekan? Egasi kim ekan? Sizmi aka? Ketdimi egasi? Egasi ruxsat berganlarni qo'yaveramiz. Aka, YouTube'ga qo'yib qo'yaylikmi? Nechinchi yil ekan? 2019-yilda ishlab chiqarilgan Vishnaya gilos rang Gentra ko'ringlar hurmatli obunachilar. Motorlar holati. Aka, buni bir obunachilarga ma'lumotlarni berib o'tingchi. Motorlari qanday, kraskalari qanday, necha ming yurgan? Yo'q, hamma joy zo'r ishlaydi. Hozir 2 dan oshganligi yurgan. 2 dan oshgan. O'zini halol yurganimi? Ha, halol o'sgan, probaga tegmaydi. Xadovoylari, karobkalari qanday? Hammasi zo'r. Hammasi joy-joyida. Olgan odam faqat minadimi? Olgan odam faqat minadi. Boshqa xarajat qilmaysizlar umuman. Balonlar ham o'rtacha holatda. Mexanikami, avtomatmi? Mexanika karobka. Nech pul deyapsiz buni? Buni 90 deyapmiz. 90 million deyapsiz. Bozor nech pulga bermadingiz? Bozor hali tas 75 qo'ydi bermadi. O'zingiz nomingizdami generalni ham chiqaradimi? Yo'q, o'zim nomimda emas. Aka, tirikchilikmi, dehqonchilikmi sizniki aka? Dehqonchilik. Dehqonchilik, ha? Chiroqchi mashina bozorida aka, dehqonlar ko'p. Dehqonlardan chiqaravering. Dehqonlardan mashina olsak barakat topamiz deb turib obunachilarimiz aytadi aka. Shuning uchun ko'proq biz shu chiroqchi bozoriga chiqamiz, shu dehqonlardan chiqarishga harakat qilamiz. Tirikchilikdagilar deb nima qilmaydi. Endi to'g'ri, tirikchilikdagilar ham kimdir birov mashina sotib tirikchilik qiladi, kimdir birov stroykada ishlab tirikchilik qiladi. Shunday-ku. Shuning uchun endi ba'zi ko'pincha dehqonlardan chiqaravering deb turib aytadi. Aka, buni nech pullar bo'lsa berasiz buni? Kelishtirib aytsangiz obunachilarga nasib bo'lsa telefon qilishadi. Ko'ramiz, taqdir qilganim bo'ladi deymiz. Taqdir qilgani. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 70lik 70lik 034 034 4686. 4686. Necha ming yurgan dedingiz? 2 dan oshgan. 2 dan oshgan. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Telefon qilaverasizlar akalar. Bugun bozorda Cobalt, Gentra Kimdan ekan bu Cobalt? Sizdanmi? YouTube'ga qo'yaveraylikmi? Ha, shartman. Nechinchi yil ekan, nech pul deyapsiz? 13 70 deyapsiz. Generalni ham chiqaveradi. Generalni yo'q. Chiqmaydi, ha? Telefon raqamingizni aytib o'ting, mayli. Telefon raqam. Ayting. Xo'p, mayli, ma'lumot bermasangiz ham telefon raqamini aytib o'ting. Puli arzonlardan ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Oppoq rang. 77 079 77lik 079 0068. 0068. Akamizga telefon qilaverasiz. Puli arzonlardan ma'lumot berishni xohlamadi mana. Endi to'g'ri, kimdir birov ma'lumot beradi, kimdir birov ma'lumot bermaydi. Hurmatli obunachilar, videomizni yakunlaymiz shu yerda. Bitta like'larni bosib, obuna tugmachasini bosib, podpishkada bo'lib turingizlar. Videomizni qism-qism qilib, nasib bo'lsa YouTube'ga joylaymiz. Charchamayingizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.